ضاعت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysi joylarida muhacirlikda, musafirlikda yaşayotgan aziz dostlarım, Allohim manglar rozi bo'lsin. Bugun bizningki fidokor farzandimiz Mujohid Qashqarlininki programmasini izlash uchun, ko'rish uchun, Mujohid Qashqarli qarindishimiz bilan naq maydonda ko'rish uchun saqlab turgan bütün qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Necha vaqtdan beri qarindishimiz Mujohid Qashqarli va dadisi Mirkamiljon Qashqarli bilan baraber bu programmani tuzash uchun paranglashgan bo'ldik va bugunga tayin tepib qarindoshlarımızga e'lon berdik. Nurg'un qarindoshlarimiz bu e'lonni taqitishmadi, ham bahrlab berdi. Bizningki darslarimizni, bizningki suhbatlarimizni, bizningki bu da'vat yo'lida elib berayotgan tirishchanliklarimizni qo'llash ustidan, desteklash ustidan o'zininki bir tal konukisini bizish orqali ham bahrlayotgan bütün qarindoshlarımizga Allohning rahmati bo'lsin, mag'firati bo'lsin, salomi bo'lsin. Allah subhanahu va taolo bu ham bahrlagan qarindoshlarımizning ishlariga muvaffaqiyat, g'alaba, tavfiq ato qilsin. Amin. Aziz do'stlarim, Mujohid Qashqarli bilan hozir naq maydonda programma elib boramiz Allohning rahmati bilan. Mujohid Qashqarlining ko'ngil so'zlarini anglaymiz. Mujohid Qashqarlininki jonli naq maydonda chiroyini ko'rib turib, bir-birimiz qarashib o'ltirib turib, uningki ko'ngil so'zlarini anglaymiz inshaalloh. Sizlardan umid qildiganim telefoninglardagi ham bahrlash ko'nikmasini bossanglar, texmi ko'p qarindoshlarimizninki ko'rishiga sizlar destekchi bo'lgan bo'lasizlar, shuningga yordamchi bo'lgan bo'lasizlar. Uning uchun bo'lsa bir tal ko'nikmasini besish orqali texmi ko'p qarindoshlarninki bu programmamizga kelishiga sababchi bo'lsanglar inshaalloh. Bir-birimizni desteklashning, bir-birimizga yordam qilishninki, bir-birimizga haqiqiy shaklda rag'bat bo'layotganligimizningki ifodasini shu yerda ko'rgili bo'ladi. Ya'ni sizlar ham bahrlayotgan, desteklayotgan konukni bosgan vaqtinglarda men buni ekranda ko'rib turman inshaalloh. Bu qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin deyman. Hozir so'zni uzartmasdan qarindishimiz Mujohid Qashqarlini ekranga taklif qilaman inshaalloh. Qarindishimiz Mujohid Qashqarli agar men bir uchur qaytsa inshaalloh biz u farzandimiz bilan, u ukamiz bilan, u o'g'limiz bilan yuztirani shaklda o'tirib paranglashimiz inshaalloh. Mujohid Qashqarli ovozimni anglagan bo'lsangiz, biz menga bir uchur uvating inshaalloh. Sizni ko'rishga nurg'un qarindoshlar intizor bo'lib turibdi. Nurg'un qarindoshlar televizorlarda, faoliyatlarda ko'rdigan shu yuzingizni ses orqali, jonliq she'r orqali butun dunyoni hayron qoldirayotgan, butun turk dunyosini hayron qoldirayotgan, turklarning ichida mundaq bir farzandimiz bor ekan-ku deb turklar qildirayotgan ashundaq yani sizni ko'rgandan keyin so'zimdan ozg'iltuvdim, mendan hayajon bor. Men buning etkisi ta'siri bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Mujohid Qashqarli sizlar bilan 100 turan o'ltirib
bu şekilde paranlaşmak ne degen güzel. Ne kadar baxt desek mi boludu? Çünkü bir milletning ichidan mundaq shaxslardan şu her 10-20 yılda ya 30-50 yılda bir atal çıkıdı. Bomuz çıkmaydı. Bu bütünley Allah'ınki şu insanga xosatan bergan bir rahmeti, mağfireti, tevfiki ve galbisi. Bunun için Mücahit Kaşgarlı'daki bir kırındışımızın, bizim milletimizin içinden çıkanlığa biz hakikaten pəxirlenimiz. Nima için pəxirlenimiz? Çünkü bizim milletimizden nurgun farzandlar bor, hammalarning bolalari bor, ammo üzüp chiqarganlari, g'alba qilarganlari, dunyoga bu millatni, bu ummatni, bu musulmonlarni to'ntarganlari nihoyat oz sonda. Uning ichida birisi Mücahit Kaşgarlı. Hozir siz bilan men 100 tirani bir-birimizga qarashib turib, paranglashimiz inshaalloh. Qanday yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, elhamdülillah. Yani Mücahit Kaşgarlı biraz tatınacaqroq sahnalarda, faaliyetlerde nihoyat ciddi programmalarni o'rinlaydi, she'rlarni deklamatsiya qiladi. Bütün dünyani hayron qoldirdi, Türk dünyasini hayron qoldirdi, ammo biraz tatınacaq, shuna bo'lsa-mu, biz o'rtaq paranglashishga men taraddud qilaman inshaalloh. Undaqda men siz bilan 100 tirani paranglashaman inshaalloh. Undan keyin balkim nurg'un qarindoshlarimizninki so'zlari bor, ko'ngil so'zlari bor. Bularning so'zini ekranda ko'rib turmiz. Savollarini ko'rib turmiz inshaalloh. Boshqalarning qalb so'zlari bo'lsa yozsa men inshaalloh o'qib beraman. Undaqda programmani boshlasak, ya'ni avval o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, ya'ni siz qancha yoshga kirdingiz, qachon tug'ildingiz? Undan boshlaylik. Ben 10 yaşga girdim. Kaçıncı yıl tug'ildingiz? 2007'de doğdum. İstanbul'da doğdum. Nisan ayında doğdum. 4. ayda 2007'de İstanbul tug'ildingiz. Allah razı olsun. Sizdek bir farzandimizning bo'lganligiga bütün millet faxrlanamiz. Çünkü Türk dünyasida, Türk qabilalarining ichida, millatlarning ichida Mücahit Kaşgarlı'dek bir farzandimizning borligi bizni haqiqatan faxrlantirdi. İnşallah nihoyat bizni xush qiladi. Uyg'urlarning Turkiyaga to'nilishiga ham to'xtamay, onlarca televiziya kanallari bilan, onlarca faaliyetler, musobaqalarda, onlarca sahnalarda baş ko'tarib chiqib, g'albi bilan, muvaffaqiyat bilan Türklerge Uyg'urdek bir milletning borligi, Uyg'urdek bir aqlliq milletning borligi, Uyg'urdek bir güzel milletning borligi, Uyg'urdek bir talantliq bir milletning borligini mushundaq farzandlarimiz, shaxslarimiz orqali isbotlaymiz. Herkesin quruq gaplarimiz orqali isbotlanmaydi. Allohning rozi bo'lsin qarindoshlar. Men bu biraz hayajonlanyapman hozir. Siz qaysi maktabda o'qiyapsiz hozir? Ben Pınar Eğitim Kurumlarında okudum. Yani kaçıncı sınıfta o'qiyapsiz? 5. sınıfta okudum. Siz Ankara'ya kaçan köçep geldiniz? Kaçandan beri Ankara'ya turuyorsunuz? 2010 2009 2009 yılında etrafında Ankara'ya köçep bardınlar ve Ankara TRT'de tadınız işlevatudu inşallah. Şununla maslaşıp siz mi Türkiye'nin her kaysı vilayetlerinde, her kaysı şehirlerde, özümüzünki Uygurlarını tanıtış hareketlerinde aktif rol oynayapsınız. O'qishingiz yaxshi ketyaptimi? Yaxshi ketyapti. Aslında ben sözün jiqroqini sizga bersam bo'ldi, ammo siz bek tortinchoq bo'lgandan keyin men bu qisqa savollar bilan davom qilay bo'lamda? Rahmat. Sizning bu programmada qabul qilganligingiz uchun bo'labmi Mirkamiljon Qashqar qarindishimizning bu programmani qabul qilib bu ziyoratga ma'qul deganlik uchun men rahmat aytsam bo'ladi inshaalloh. Çünkü bizim vazifemiz, çoğunlarının vazifesi farzandlarga rag'bat berish, jasorat berish, iroda berish, ularni desteklesh, bizim kelgusi avlodlarimizni yetaklash uchun sizdek maydonga chiqqan, sizdek bo'labmi Xitoy tajovuzchilariga qarshi, Xitoy zolimlariga qarshi maydonga chiqib, ko'krak kirib chiqib, mujodala qilayotgan, jihad qilayotgan og'zaki tili orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki Qassan ibn Sabit, Abdullah ibn Ravaha qatorliq bir qancha shoirlar bor. Özünüzün şairliği bilen dünyaya, Türk dünyasına
şiirleriniz bilen özünüzdeki yani bizning Xitoyga qarshi mücadelemizdeki Rasulullohning shoirlari avval jangga qatnashgan vaqtida jangning oldida şiir o'qiydi. Yani sahobalarni tag'in rag'batlantirish uchun, jasoratlantirish uchun şiir o'qiydi. Sizmi şiir o'qib, yani bizningki Xitoyga qarshi jasoratimizga tag'in iroda beryapsiz. Alloh rozi bo'lsin. O'qishingiz qanday ketyapti? Yaxshimi, nacharmi? İmtihanımda qancha numara elyapsiz degandek. Yaxshi gidiyordu. İmtihanımda 90 numaranız qancha elyapsiz? 10 mu, 9 mu, 7 mi? İmtihan, sınavda. Ee, 95. Normal mı? 95. 95. Evet. He, 95. 95 yukarı numara yani. A'la neticeler okuyatsız. Allah razı olsun. Bundaqda soray, sizge qancha yil bo'ldi? Yani qancha yildan beri bu inqilab, bu mücadelede ketyapsiz? Qancha yildan beri bu hareketni qilyapsiz? Yani sahnalarga chiqyapsiz, televizorlarga chiqyapsiz? Qancha yil bo'ldi buni? 6 yıl oldu. 3-4 yaşında başladım. Yani 3-4 yaşdan başlap Xitoyga qarshi o'zingizninki Xitoy zolimlariga qarshi she'rlarni o'qiyapsiz. Sahnalarga chiqyapsiz. Yani 3-4 yaşdan beri. Allah razı olsun maşallah. Allah subhanahu va taala bizninki sizga o'xshagandek mujohid qarindoshlarimizni tag'im ko'p chiqarib bersin. Tag'im ko'p farzandlarimizni sizga o'xshagandek talantli farzandlarning qatoridan qilib bersin. Yani siz bu 6 yildan beri nelarda xizmat qilyapsizlar? Xizmat qilyapsiz. Yani televizorlarga chiqyapsiz yoki sahnalarga chiqyapsiz, faoliyat qilyapsiz. Buni qisqacha deb bersangiz bo'ldi. Bekçik TV'lerge çıktım. Hı hı. Konferans, bilim şenlikleri, olimpiyatlara falan öyle yerlere çıktım. Olimpiyatlarga chiqdingiz, televizyonlarga chiqdingiz. Mesela hangi televizyonlarga chiqdingiz? Show TV'ye çıktım. TRT Havas'a çıktım. Bir sürü TV'ye çıktım. Cumhurbaşkanı bile çıktım. Allah razı olsun. Mesela olimpiyatlar qatnaşdınız, musabaqalar qatnaşdınız. Keyniniz tuğan sizinki şu ağan musabaqalarda ağan mükafotlar mı? Aha. Qanday mükafot aldınız? Köp mü mükafatlarını köp aldınız mı, az aldınız mı? Suallarını biraz kalayım. Mükafatlarını bo'ladi. Mükafatlarını dadınız tanıştırıp bersin mi? Tanıştırdım. Selamünaleyküm. Bu Selamünaleyküm ve rahmetullah. Mücahit mükafat algan küçük oğallıktan o mükafatlarının qanday mükafatlarını bilip ketmedi. Ben tanıştırıp koyayım. Bana apırıp yakında görüyoruz. Oldu. Bula medali yolları ya bununki ağan. Kaçta medalyonu aldı? Medali yolla. Kaçta? Halkaralık mükafat bu İsmail Gasparali kişilik hukuk mükafatı. Bu mükafatını belgenden bunu Bartın'da ötküzgen faaliyette belgen. Bunun da İlham Tohtuğu'nu olmuş mükafatını şu çağda birlikte bazı mücahitler. Mücahitlerle birlikte nurgulluğun televizyon kanalları ve başka jurnalistler faaliyetçiliği bu mükafatını algan. Bu bir halkaralık mükafat. Bunun da mücahit yana bilim olimpiyatlarına katnaştı. Bunun da her xil texniklik layihələrini tanıştırdıgan Türk Dünyası Halkara Bilim Olimpiyatı. Bunun da Türk Dünyası hamlesinin bayrakları var. Bu mükafatını mücahit 2014 yılı tunç xıtımlık ötküzülüşte katnaşıp bu əxlətlərini köydürüp onu da energiya çıkardıgan layihəsini tanıtkan. Ona da en ilgar 10 layihəni bisikçilip bu mükafat verişken. Ona ikinci kıtım yani bu çögüleydiğen hem yeri aptap gördüğen öy layihəsini tanıttı. O 100 ilgar
mükafatının dolap layihəndə. Ondan başqa Mavi GAP Oscar mükafatı, GAP Oscar mükafatı. Bu 2015 yılı Adıyaman şəhərdə ötküzülgən xalqaralıq yığında verilgan. Bunu da bu mükafatını şu yılı Kıbrıs Cumhurbaşkanlığına verildi. Makedoniya Millet Parlament azasıga verildi. Shuningdek bir necha davlatninki Türkiye turishlik elçileriga eng yaxshi elchi, shu yilning eng yaxshi elchisi, eng yaxshi ministri, eng yaxshi valisi degandek berib, shu yilning eng yaxshi kishilik huquq faoliyatchisi deb Mujohidga bu Oscar mukofoti, GAP Oscar mukofotini Mujohidga berdi. Shuningdek bu ülke ocaklarının xalqaro Nemit'te xalqaralıq faaliyeti verilgan. Onun da Türk dünyasının en yaxşı şehir diplomasiyachisidir. Bu mükafat mı Ankara'da verildi. Ankara'da ötküzülgen Azerbaycan, Türkiye iki millet bir devlet sanat festivali verilgende. Onun da Mujohidni yani şu Türk dünyasının en ilgar şehir diplomasiya kıyıkçısı da. Şuna bakayım yani başkaları yani mükafatla. Ondan başka ağan takdirleri var. Yani o takdirlerini belki çıkarıp olamadım. Belki tizgide koydum. Bu hemmisini tanıştırılı olsa bizim perzentimizninki nemi hizmet kılavatkallıkını bütün dünya bilsin, Uygurlar bilsin. Biz perzent terbiyesi de yıllardan beri davet kılavatımız, vaziyeti vatımız ama bizden yetişip çıkan perzentler intayın az buluvatıdı. Yani nurgun mükafatları var ama onu tanıştırışını halımlagan oldu. Merkamılcan kırındışımız. En mühimi ata-analar ballarımızga her gün 2 saat vaktimizni ayırsak, ayrım oturup, ayrım 1 saat, 2 saat vaktimizni berip, bu küçük ballarının kalbi appak depterge okşaydı. Nemini xalasak şunu yazalaymiz küçük ballarının kalbiga. Onun için dadı oğuçı ya ana oğuçı kündü 1 saat vaktini məxsus plan bilen, mani balamın kalbiga yazıma degan plan bilen 1 saat, 2 saat vaktini şu balığı acırtışı lazım 3 günde. Bunu davamlı kılışı lazım. Hep de bir gün acırtıp koyup yok olup ketmeyin. Davamlı aşında acıratkan çağda inşallah balla xalıgan biz nemini ütüşünü xalasak şunu ügünüdü. Nemini kıldırımız desek kıldıralayımız. Bu Mujohidning favqulodda aqlli qo'g'anligidan emas, ko'ngil bo'linganligidan, imkon yaratilganligidan, bo'libmi xalqimizning buning oqisidan qilgan duolarining ijobatidan bo'ldi. Yana biz agar yana shunday farzandlarimizga shunday ko'ngil bo'lib 1-2 soat vaqt ajratib, ma'lum maqsad bilan men balamni ma sohada manda tarbiyalayman deb, shuningda zerikmasdan, ya'ni qo'lashgan qadar zerikmasdan qildiraversak, ahırda neticesini alınız. Allah razı olsun. Allah rahmet kılsın. Yani bana birazdan aldıda tesir kılgan bu mükafatlarının içinde İlham Toqtı'ya verilgen mükafat aynı şekilde Mujohid Qashqarligim verildi yani. Şunak mı? Evet, şunda aldı. Bu ülke İsmail Gasparali Xalqaro Kishilik Huquq mükafat etti. Şu vaqtida televizyon bir nurgun televizyon kanallarına verildi, parlament azalarımı aldı. İlk Dumbara şarkısını kıygan, naqsını tayyorlagan, umuş şu çağda mükafat algan mesela. Ya bu Mujohidning hayotidagi eng muhim mukofatlarni bizga deymi İsmail Gasparali bizga yani Sharq Turkistonga jadid tizimning kirishiga muhim yani nima qilgan, rol o'ynagan shaxslardan birisi. Bularmi tilda birlik, dilda birlik, ideologiyada birlik, harakatda birlik, dilda, fikrda ve harakatda birlik deb 3 türlük birlik ideologiyasini o'ttirib qo'yib, İslam ve Türk birlikini o'ttirib qo'ygan shaxs, o shaxsning nomidan bir mukofotni olganligi bek ma'nilik bir mukofot. Hozir garchi bu mukofotning ma'naviy qimmatini Mujohid hozircha bilmasligi mumkin, ama cho'ng olganda cho'qim biladi. Yani bu mükafatlarının çoğunluğancık faydası var demek. Yok demekçi özününki manevi cihatte ruhi keyfiyatının özgü bo'lgan ishonchisinin mustahkamlanishiga şu mükafatlar kelgusida rol o'ynaydi, özgü bo'lgan ishonchisini kuchaytirishiga rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shundoq. Yani birisi Cumhurbaşkanlarına verilgen yani
Prezident, Cumhurbaşkanlığına berilgan, davlat boshliqlariga berilgan mukofotni o'qishini olibdi Mujohid Qashqarli, shundaqmi? Gap Oscar mükafatı idi. Gap Şu Gap Gap Oscar biraz tushuncha mükafatı. darslar. Mücahit. Evet. Biraz Gap Oscar mukofoti to'g'riliq biraz tushuncha bahslarda uni tushunib olgan bo'laylik inshaalloh. Bu o ikinci nöbetlik Gap Oscar mükafatını aldı. O ikinci nöbetlik de. Bu mükafat her yılı şu alakadar devletlerinin ki bulapmı Türk dünyasındaki ilgar şahslarını şu yılının en ilgar şahslarını tanıydıgan mükafat. Mesela bu Gap Oscar mükafatında en yaxşı avaz artisti, en yaxşı kino artisti, en yaxşı minister, en yaxşı vali, en yaxşı şehir başlığı, en yaxşı baş minister, en yaxşı cumhurbaşkanı deb shunda tanlaydi. O yılın ise Kıbrıs'ın cumhur reisiga bu mükafat berildi. Cumhur reis özü kelenmey vekilini vertipkin vekili aldı. Ama şu yılın ise en yaxşı parlament azası deb Makedonya'nın Türk parlament azasını tanlaptıken Makedonya'dan geldi o adam aldı. Azerbaycan'dan Ganira Paşayeva Hanım batı o mükafatını aldı. Başka jurnalistlerden hili danlıq jurnalistler vardı. Hemmeyle şu çağda Mücahit'in oturguyla bali elden tatip. Türkiye'de mi nurgun Türkiye'nin 7-8 milletvekili mi batı şu mükafatga layık görülgen her xil sebeplerden. Ve şu bilen birlikte Mücahit mağam oldu. Allah razı olsun. Men sizlar shu gapni da'vat qilgan vaqtida bir narsa yodimga keldi. Inshaalloh Sharq Turkiston mustaqil bo'lib erkinlik erishgan vaqtida Mujohid Qashqarlini bir prezidentlikka ko'rsatgim kelyapti mening. Ovoz berib inshaalloh. Yani hozir tabi bu yoshda Prezident oluşudun mu Bekirek şu yolda Şarkı Türkistan'ın müstakillik yolunda Mücahit ismiga layık Mücahit olup bir şehit olup şehitnin tahtida oturalsa şu bizning ailemizge hem bizning ahiretligimizge hem çok şeref açın. İnşallah Allah razı olsun. Allah inşallah hemmeylerini bu zalim Xitoy hakimiyeti karşı bu jangda bu tirishchanligimizda bu mücadelemizde şehitlerinin qatoridan qilsin. Ama g'azi bo'lishmi bek ustun. Uning uchun inshaalloh mujohiddek qarindoshlarimizni Allah subhanahu va taolo kelgusida Sharq Turkiston mustaqil bo'lib qolgan taqdirda inshaalloh ovoz bermayman. Inshaalloh. Bo'ladi. Men hozir qattiq xushal bo'lganligim uchun kayfiyatim intayin yaxshi. Chunki men qilayotgan bu programma suhbatlarning ichida bugun men eng xush holatda programma qilyapman. Allah razı olsun. Albatta Mujohid Qashqarildek bir farzandimizni yetishtirmak uncha oson emas. Osmondan tushib qolmaydi. Bir odamningki tug'iliblam she'r o'qiy oladigan, tug'iliblam bir ish qila oladigan, Qur'on o'qiy oladigan yoki ma'lum bir iqtidorli bo'lib ketish natayin uni shu ota-ona qattiq tirishchanlik ko'rsatib, bakjiq jafo bilan bo'ldi demaylarning farzandlari bor. Onun için qarindoshlarning nomida o'zlariga men rahmat aytaman shunday bir farzandni tarbiyalaganliklari uchun. Hatto men keynimda bir surat chiqardim. Hemiz Allah'ın nisip kılışı bilen ve sizlik okşaş yakın qarindoshlarımızın duası bilen oldu. Şu dualarının icabeti bilen Allah nisip kıldı dep bilimiz. Bu Allah'ın bizge kıygan bir rahmeti, muvaffakiyeti ata kıygan. İnşallah hemmimiz bütün Uygur balları, bütün Uygur farzandları Mücahit okşaşla akıllı. Fakat azırak köngel bileş, azırak imkan yaratışla ihtiyacı var. Şulık azırak köngel bilip vakit acırtıp imkan yaratılsa, Mücahit'in neticesi akıllık, neticesi iktidarlık ballarımız mınlap, lekmanlap çıkıdı aramızdan inşallah. İnşallah. İnşallah Allah yetkizsin hemmeylen hazır izleyatkan qarindoshlar amin deb bir yazılış kiranğa. Allah subhanahu wa ta'ala bütün Uygurlarning farzandlarini mana shunday Mujohid Qashqarildek talantli, iqtidorli chiqishga inshaalloh Allah bizni yetkizsin. O'zlarimizning farzandlarining vatan millat uchun, dinimiz uchun her zaman töp qo'shqadek şekilde terbiyelenip çıkışqa inşallah Allah yetkizsin qarindoshlarim. Hozir men Mujohid Qashqarlini bir she'r o'qib berishga yoki bizga qanday bir hadiya olib keldi, uni taklif qilaman. Bu orliqda qarindoshlarga deydiganim telefoninglardagi hem bahrlash knopkasini bossanglar, texmi ko'p qarindoshlarningki bu videoni ko'rishiga, naq maydondan ko'ra olishiga bir kuch qatgan bo'lasizlar. Mujohid Qashqarli undaqda siz bizga qanday bir hadiya olib keldingiz? She'r olib keldingiz.
Qaysi şekilde siz qarindoshlarga bir taqdim qilib beraman. Qaysi she'rni olib keldingiz? Hazır ben Uygur kardeşlerimle şair Nurallah Göktürk'ümüzün ben Doğuşukistan çocuğuyum şiirini okup vermem. Bo'ladi, marhamat. Ben Doğu Türkistan çocuğuyum. Sesim sığmıyor yüreğime. Haykırmak istiyorum. Notlarımla başarılarımı kutlarken öğretmenlerim daha da yükselmek istiyorum. Yetmiyor bana çalışkanlığım. Daha çok başarmak istiyorum. Ben ülkemi karartan sabahsız sisli yarınlara güneş olup doğmak, vahşetleri güç olup boğmak istiyorum. Bana yetmiyor teşekkür takdir. Ben daha çok almak istiyorum. Müzik dersinde İstiklal Marşı'nı haykırmak, beden dersinde Tanrı dağlarına doğru koşmak, coğrafya dersinde Doğu Türkistan'ımı yeni baştan çizmek, resim dersinde ceddimin kahramanlık resimlerini boyamak, Türkçe dersinde bütün Türk lehçelerini bilmek istiyorum. Din dersinde Allah'ın emri ve şehadetin mertebesini bütün insanlığa duyurmak istiyorum. Ben Uygur çocuğuyum. En çalışkan, en önde, ben özlenen, beklenen yarınları olmak istiyorum dünlerimin. Ben ey kutlu ceddim, siz olmak istiyorum. Ben öğretmen, ben hakim, ben savcı, ben alim, ben avukat, ben izci, ben sözcü, ben asker, ben en büyük lider olmak istiyorum. Dar ağacından başları indirecek, tarlalardan, kamplardan acılarımı döndürecek, yanan yüreklere su olup söndürecek, doğum engelli anaların acısını dindirecek, yaralara sargı, sancılara ilaç, insanca yaşam hakkına sahip olup Türkistan'ımın istiklaline vesile ve ben ceddime layık, neslimin gurur duyacağı iradesi hür insan olmak istiyorum. Ben gerçek bir mücahit olmak istiyorum. Maşallah, Allah razı olsun. Allah rahmet kılsın. Gerçek bir mücahit bulaşka Allah nasip kılsın inşallah sizne. Amin. Yani biz oturun mücahit kardeşim. Sizin öğretmeniniz yok benimki. Çünkü bu perzentimizni beşimiz gelip kötersek köterimiz ki herkesmi caba tatkızışkı bulmaydı. Destekleşki buladı ki herkesmi düşürüşkü bulmaydı inşallah. Yani kendimde bir süret var. Bu süret Türkiye'ninki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendiminki süreti bu yerde görüşepsizler inşallah. Yani Türkiye'deki faaliyetle qaysi şekilde ketiyotdi? Yani milletvekilleri, cumhurbaşkanları ular bilan her zaman görüşüp turyotdi. Mücahit Qashqarlar televizyonlarda ko'rib turyapmiz. Bularninki Mücahit Qashqarlarga nisbatan qanday bir rag'bati bor? Bu to'g'risida ya Mücahit o'zi so'zlab bersin yoki sizlar so'zlab bersin bo'ladi. Mücahit dadingiz so'zlab bersinmi, siz deb beramsiz? Dadam söylemez. Bana işitiplik tutuldu bu gap qilishdan. Ama hammalarning tavsiyasi yaxshi o'qitish. Balani yaxshi o'qitish. Keyin direkt tusla bo'ldin. Mirkamiljon keyin direkt tusla. Yaqin kelibsizlar. Hammalarning tavsiyasi balani yaxshiroq o'qitishni deb shu o'qitishga yaxshiroq tavsiya qiladi. Ama shuni boshqa balalarım normal hukumat maktabida o'qigan. Bu shaxsiy özel maktabda, ayrim maktabda o'qiladi, ayrim tarbiyalanmasi bo'lmaydi deb. Ishqilib o'ttirda sinfning birinchi sinfi bo'lib ketmadi. O'ttirda yomon emas ketib bordi. Şu sinfdagi oldingi 10 balaning qatorida yomon emas ishqilib darslar natijalari. Hammalarning tavsiyasi yaxshi o'qitish. Bu cemaat erbapları bilan jiq ko'rishganini ko'ratimiz. Masalan, Recep Tayyip Erdoğan bilan ko'rishdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Undan başka nurg'un partiyalarninki boshliqlari bilan ko'rishdi, milletvekilleri bilan ko'rishdi.
ularga qandaq ta'sir, ya'ni Uyg'urlarni to'ntishda qandaq bir ta'sir bo'ladi? Moyum endi bulapma ular manda Uyg'ur farzandlarininki aşılı özü qatnaşgan faaliyetlige bulunamatan qatnaşıp boy göstişi Uyg'urlar üçünmü moyum, mücahitning o'zi üçünmü moyum. Onu ko'rganda endi albatta havas qildi. Ma kichikinam turib manda faaliyetlige qatnashyapti deb. Ben bu mücahit qatnaşgan faaliyetlarning jiqlarida har qaysi davlatlarning, mayli Turkiyaning, mayli chet elning bularni Türk dünyasıga münasebetlik faaliyetli qatnaşgan bo'lg'achqa ularning aloqador millatvekkillari keldi. Başka hükümet erbaplarına keldi. Hemen ayrım alayeten de kıçkırıp görüşüp yüzlerge söyleyip bir muhabbetini, tileklerini, arzu, yakşı tileklerini, Uygurluğu boğan salamını aşında iletken bolu demdi. Ayşu bizge nispeten en çok rağbet, en çok kazanç, en çok şeref de bilimiz hem. Hem ailege hem milletimizge. Shundoq. Allah razı olsun zaten bizmi televizorlarda ko'rib turyapmiz. Sahnelarda ko'rib turyapmiz. İnşallah ko'z tegmasin. Aynı zamanda Uyg'ur xalqining ichidan bundaq iqtidorli bolalar asli bek ko'p chiqadi. Chiqish kerakdi. Mening yodimga ayliq Abduvali Sattar deb qaramayliq biz kichik vaqtimizda kichik bir do'stimiz chiqqan vatandagi televizorlarda kichik bola emasman, endi bo'lmoq yemayman deb bir naqshi boti Abduvali Sattarning. Shu naqshni o'qib chiqib bizning Uyg'ur xalqining farzandlariniki Abduvali Sattarga bek o'xshab ketdi mujohid. Uyg'ur xalqimizningki Xitoylarga yo'llanmaydiganligini, Xitoylar bizning og'zimizga sep qo'ygan emizakni emmaydiganligini o'qib chiqqan shu vaqtda Temur davomat qo'liga olgan. Undan keyin Xitoylar sen bu she'rni o'qiganlik uchun, naqshni o'qiganlik uchun qo'lingga olding deb uning nurg'un besim qilib, nurg'un jafolarini solgan shu vaqtdagi Abdunum rayonining raisiga. Demak, Uyg'urlarning ichida Xitoyga qarshi bir she'r o'qigan, naqsh o'qigan qanday odam bo'lsa, Xitoylar bunga burundan diqqat qilib kelgan. Ya'ni Xitoylar bizningki hatto ashundaq 5-6 yoshlik bolalarimizdinmi qo'rqaydi aslında. Ya'ni hatto bir Abdunum rayonining raisini sen şu kichik bola emasman, endi bo'lmoq yemayman degan naqshni o'qigan shu farzandimizni ko'tardan qo'lon qilib sanida ko'targandi, akiltib deb ashunga nurg'un avorchilik keltirgan Xitoy kommunistlari bir raisni. Ya'ni 5 yoshlik boladan shu vaqtda 4 yoki 5 yosh deydi Abduvali Sattar. Shuningdan qo'rqqan Xitoy, 1,5 milliard Xitoy dunyodagi super kuch bo'laman deyotgan qurolliq butun qurollarni, atomlarni yasab chiqqan Xitoy bir 5 yoshlik boladan qo'rqqanligini shu vaqtda xalqimizga ko'rsatgan. Biz buni beshimizda o'tkazdik. Bugungi kunda mujohid Qashqarli hozir oldimizda o'tiribdi mana. O'zining she'rlari bilan, o'zininki go'zal diplomatsiyasi bilan, o'zininki musobaqalardagi zakosi bilan uningdan boshqa abay sizlar deb o'tib ketdilar. Bu bir kashf qilish musobaqasida dastlabki 10 ning ichiga kiribdi. Ya'ni axlatni köydürüp onundan enerji işlep çıkarış. Nakma tokmu yoki nima men aniq anlayamay qoldim. Axlatdan enerji işlep çıkardığan bir narsani keşif qilib chiqibdi mujohid Qashqarli. Demak bizning xalqimiz asli qinimiz intayin pokiz, aqlimiz, zakomiz ajoyib kuchlik. Türk milletining ichida eng burun madaniyatleşken, shaharlashgan, eng burun yerning ostiga daryo yasagan, kariz yasagan, yerning ustiga uy silib ko'chalarni paydo qilgan yilqichi, padichi millatdan ko'chman millatdan biz shaharlashgan bir millatmiz yani. Demak bizning qinimizda nihoyat sop, pokiz, aqlliq bir qon eqib turibdi. Ya'ni bu bugungi farzandlarimizning ko'ngili bo'ldi. Bugun bizningki mag'lubiyatimiz nima desa, farzandlarni to'g'ri tarbiyalamaganligimiz uchun va yoki bo'lmasa biz ko'p vaqt ajratolmaganligimiz uchun aqlli farzandlar zoya bo'lib ketib bordi. Asli onlarca mujohid chiqish kerakdi. Onlarca mujohid Qashqarli. Onlarca beshib tushadigan Aysha, Fatima chiqish kerak edi. Bugun xalqaro dunyoda Uyg'ur xalqining Xitoy zolimlariga qarshi mujodilasida ko'zga ko'rangan farzandlardan bir qanchasi bor. Birinchisi mujohid Qashqarli. Ikkinchisi biz medyani ching tutolmaganligimiz uchun o qarindoshlarni bugungi tashviq qilib bo'lmayapmiz. Oldimizda kunlarda inshaalloh
bo'lsa Mujohid Qashqarli bunga qaytilsa, qo'shilsa, yana bir qitim kichik bolalar bilan uchqashtirish projemiz bor inshaalloh. Mushu Xitoy zolimlarga qarshi o'zininki tili orqali hadislardagi va illam yastati biyadihi ve bilisanihi, yani qo'li bilan kuching yetmasa tiling bilan qarshi tur degan Rasulullahning so'ziga asosan hatto bizning sahobalarimiz Ukaz bozorda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb chaqagan, to'ligan ojiz edi. Ammo tilini ishlatgan, she'rini ishlatgan, tilini qurol qilib dushmanga otgan sahobalarimiz bu bir sünnet. Rasulullah'ın 13 yıl fakat tilini işletti. Tilini. Bazen qarindoshlarimiz söz bilan bir ish olamdi, tashviqot deb qo'yash bilan bir ish olamdi, tabliğ bilan bir ish olamdi deydi. Rasululloh 13 yil qilgan gapi faqatli so'z, tilni ishlatdi. Mujohid Qashqarlimi o'zining tilini ishlatish orqali, diplomatsiyasi orqali shundoq cho'ng mukofotlarga erishibdi, nurg'un ödül mukofotlarni olibdi. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni Uyg'ur xalqini xalqaroga anglitishda, bo'libmi Türk dunyosiga anglitishda bir mujohid bo'lib to'nilyapti inshaalloh. Shuning uchun bizning farzandlarimizga nihoyat jiddiy e'tibor beradigan bo'lsak, bizning farzandlarimiz aslida bek aqlli. Bizning farzandlarimiz bek aqlli, ammo biz biri e'tibor bermaymiz, o'zimizni aldirash, ikkinchisi tarbiyalashda xatoliklarimiz bor. Shuning uchun bizning farzandlarimiz aqllilikdan do'tlikka qarab yuzlanib, borgan siri, cho'ng'o'gan siri bir ishni qila olmaydigan holatga berib qoldi. Amaliyotda bizning farzandlarimiz kichikdan tarbiyalaydigan bo'lsak, Mujohid Qashqarliga o'xshash intayin talantli, iqtidorli mandaq farzandlar bo'lib yetishib chiqdi. Mujohid Qashqarlining vaqtini men ko'p olmayman, ko'p o'tag'izib qo'ymay, men yana bir qitim she'r o'qib berishga, bir she'r deklamatsiya qilib berishga, bu qitim texmi butun ovoz bilan o'qib berishga tashabbus qilaman, chunki internetim yaxshi emas mening uchun. Shunga ba'zan ovoz uzilib qolmasin, texmi kuchliq Uyg'urlarga nido qilib turib, shuaringiz bilan bir o'qib bering. Mana cho'ng erkaklar Xitoyga qarshi Xitoy deyamayotgan, Xitoy demay Xansu deyotgan, Sharq Turkiston deyamay Xinjiang deyotgan xoinlar, qo'rqanchoq erkaklar sizdek 10 yoshlik bir bolaninki ovozini anglab bir rag'batga, bir iymonga kelsin inshaalloh. Marhamat. Men bir yig'iz gap qistirib qo'yaymi degandek. Bu balani tarbiyalashda birinchi bo'lib eng muhimi aileningki o'zining jasorati bek muhim. Balaning ichiga jasorat singdirishda. Biz qanchalik murassachi bo'lsak, mani qilsam, menga ziyon kelib qolmasin, mani qilsam, tuqqunimga ziyon kelib qolmasin, anda bo'lib qolsa, a bo'lib qolmasin deb biz qancha murassa qilgancha shuncha munofiqlashimiz, shuncha zaiflashimiz. Biz zaiflashgandan keyin bizning farzandlarimiz, bizning üstümüzde emgen, bizningki bularga qilgan gaplarimiz, amaliyotimizni ko'rgan, bizning o'zimizni ko'rgan farzandlarimizni o'xshashli qo'rqincha qilib chiqadi. Buni bir narsa, xuddi islomda Alloh taolo murassasiz holda qat'iy bir shaklda musulmon bo'lishimizni, to'liq musulmon bo'lishimizni talab qilib, hech nimani shirk keltirmasa, hech qanday foyda, hech qanday manfaatni bizga olmasdan qat'iylik bilan faqat 100% musulmon bo'lsang bo'l. Bir sen aralashma olab qoldigan shu bo'lsa, nerva deganga o'xshash islomda. Sayyid Qutb shunda dedi, musulmon bo'lsang to'liq bo'l. Bo'lmasa yerim yo'q musulmonga ehtiyojimiz yo'qdi. Shuning o'xshashdan har qanday da'voda murassasiz odam bo'lmaguncha u odamdan yaxshi odamni chiqmaydi. Hech qanday narsada murassa qilishga bo'lmaydi. Endi mushu nurg'un bayotin qo'rqish masalasini deb o'tib ketdingiz. Sayyid Qutb Mavdudiyning tafsirisi var. Ebu Lala Mavdudiyning Tafhimul Qur'on degan tafsirisi. Uningda mushu qo'rqinchoq bo'libmi munofiqlikning shakllanishiga, munofiqlikning tarixiga doir nayta mo'yin bir tarixni ta'kidlab o'tib ketdi. Nurg'un islom olimlari islom dinidagi munofiqlar Madina davrida ko'rinishga boshlagan deydi, ammo Mavdudiy dedi yo'q, Makka davrida bu ko'rinishga boshladi. Chunki Makka davrida Peygamber Aleyhisselam hicretga chiqinglar deb hicretga umumyuzlik chiqishga targ'ib qilgandan keyin ba'zi sahobalar o'zi iymon etgan, to'liq Allohga ishongan, Peygamber Aleyhisselamga ishongan turug'liq bog'lardan, mol-mulklardan ayrilib qilishdan yoki o'zi hicretga chiqib qolsa, urug' tuqqanlarga ziyon kelib qilishdan qo'rqib, bu chog'da hicret qilmay qolib qolgan. Demak, bir aqida, bir da'vo uchun
atlanayotgan yerda o'zining shaxsiy manfaatiga ziyon kelib qolmasligini ko'z tutib qolib qolganlikdan ular keyingi Bedir urushida desa Qurayshlar erlarning hammani yig'ib oldiga chiqqan vaqtida shu Qurayshlar bilan birga chiqqan. U yerda sahobalarning o'qida o'lib ketgan nurgullari. Ular rost iymon etgan, ammo manfaatidan ziyon kelishdan qo'rqib chiqolmaganlar ekan. Urushda o'lib ketgandan keyin boshqa sahobalar kelib payg'ambar alayhisolamdan so'raydi. Ya Rasululloh, biz urushda o'q atgan chig'imizda bizning o'qimizda o'lgan musulmonlarmi bor? Chunki ular ayni chog'da hijratga chiqishga jasorat qilolmay chiqolmaganlar, ammo ko'ngilda iymon etgan musulmonlar. Ular bizning o'qimizda o'ldi. Hamda uning hukmi nima degan chog'da payg'ambar alayhisalom qo'lini manda ta'tir so'lab mandalam ishorat qilib, ular shular degan. Ular ashul degan. Mushini mavdudi mushini isbot qilib turib nima deydi desa islom da'vosi uchun, shuningdek har qanday bir da'vo uchun unda murassachilik qilib, ma'ni qilsam ma ziyon ma foyda deb hisobot so'qib turib, qiyga odamlar munofiqlikning tunji qadamini bosgan bo'ladi deydi. Shu bu ishda nima desa biz da'voda qat'iylik bilan hech qanday narsani murassa qilmasdan, hech qanday manfaatni ko'zimizga olmasdan. Chunki oxiratda beradigan javobimiz bor. Bu dava İslam bilan, imanimiz bilan bir gavdilishib ketgan dava. Unda olgankin bu davaga kichikgina bo'shanlik qilish imonimizni bo'shanlik qilgan bilan o'xshashmiz. Shunga bu nima desa, buningda biz bo'shanlik qilmagan chig'imizda bizdagi jasorat farzandlarimizni texmi cho'ng jasoratlantirdi. Buning oldida biz jasoratli bo'lganligimiz uchun jasoratli gaplarni qilib olaymiz, jasoratli so'zlarni qila olamiz, yurkimizdan urg'ib chiqib Homolarımız işip, yüzlerimiz kızırıp durup gap qilgan kun bu farzandlarimizga ta'sir qildi. Şu ata-onalar jasoratli bo'layli, farzandlarimizga har kun 2 soat, 1 soat vaqt ajratayli, muqim bir narsani nishon qilib turib, men balamga mani 2 oy ichida, ya mani 5 oy ichida, ya mani 1 yil ichida manda alaydilikni balamda paydo qilishga tirishma deb, shuni zerikmasdan o'rgatsak ben Uygurlu sizlep ötkendek bu Uygurlu'nun kanıda bizim kanımızın ait sap, niyetimiz tekimiz sap. Onun üstüge biz tarihten beri ait akıllık dünyaya nurgun medeni her xil kültürel mirasını kaldırıp gelgen, yeniliklerini yaratıp gelgen bir millet. Yana bizim kanımızdaki, bizim karakterimizdeki siz degendek aşı özellikle yana oturga çıkıdı inşallah. Bunda mücahitten neçin milyonu çıkıdı bu Uygurlu'nun içinde. Allah razı olsun. Allah bizim yetkisin. Endi Allah hozir farzandlarimizni Mücahit yana bir şey okupasin. Bu sizin olmuş programınız için tunji qitim o'qish oldu. Başka yerde okumagan, yeni yadağan şiiri bu Türkiye'lik bir şairinin Qashqarni tasvirlab Qashqarda kecha deb o'qigan şiir edi. Buni mishadi asas jihatdan qarindoshlarga tunji qitim o'qib bergan bo'ladi inshaalloh. Bo'ladi. Allah razı olsun. Bu tunji qitimliq she'rni anglaydi inshaalloh. Görmüyorum bozulma. Tamam. Oy, dur. Tamam. Telefon mayacanını oturdu. Bu. Aha. Tamam. Tamam. Oldu mu Emre? Bosmalı. Oldu ya. Tamam. Qarindoshlar, mavu nimani vatmay turgan bo'lsa, mavu qo degan narsani vatmay turinglar, chunki internetga ta'sir qilib o'tadi. Masılıcık nersini üretkendan keyin internet astlab ketyapti. Shuning uchun Mujohid qarindoshimiz she'rni o'qib bergichorlikda biraz sakin sabr qilsanglar bek yaxshi bo'ldi inshaalloh. Merhamet. Derler ki güzellikte eşsizdir Van şehrimiz. Buhara ilmi hadis, Kaşgar divan şehrimiz. Yer sofralarında sessiz bekleyiş. Kaşgar'dayız, bir Ramazan vaktidir. Fergane düzüne çoktan indi gün, İdgah Camii'nde ezan vaktidir. Ezanın adı var, sedası tutsak, Allahu Ekber'in nidası tutsak, ibadetler mevcut, edası tutsak, kanımın içine sızan vaktidir. Sessizlik belirtmiş demiri tuncu, bilemiş yürekte mukaddes hıncı, yüzlerde görmedim iftar sevinci, bu an ifritimin azan vaktidir. Ne zamandır güneşlerim kusufça, er doğmuyor satık buğra vasıfça,
Has hacipler yetişmiyor Yusufça. İrfan tarlamızın ozan vaktidir. Kutlu ocaklarda yanmıyor odum. Bacalardan yüce tütmüyor düdük. Ne oldu? Oldu mu ya? Allah razı olsun. Allah rahmet Ya. kılsın. İnternetimiz biraz ketip oldu. Şuna olsun. Şiirininki asas mezmununu anlagan bulduk. Allah subhanahu ve taala bizimki farzandimiz Mücahit Kaşgarlı'nı texmo güzel, texmo kuşluk, cesaret bilen, özünün şiirleri bilen, özünün ameliyeti bilen bütün Uygur halkını Türk dünyasına, hatta bütün dünyaya anlatışka texmo Allah subhanahu ve taala nasip etsin. Amin. Birazdan aldıda İşkiranını biraz Mücahit Kaşgarlı'ga doğrulmasla nime? Kamilcan. Mücahit'in bizi obdan körü olaylı. Davamlı körü bulamaydıkımız, yüzünü açık körü olaylı. Konuğundaki Mücahit külüp tuğandaki memi gipimini tabanmayı vatım de. Biraz saatince külüp durdu, tebessüm kılıdı. Allah razı olsun. Birazdan aldı da Sile Ebu Ala Mevdudi'ninki tefsirideki aslında bir ayet var. Ya eyyühellezine amenu estaizu billah ya eyyühellezine amenu aminu diyen bir ayet. Ey müminler iman etenler. Yani, ey Müslümanlar hakiki iman etenler. Ey iman etkanlar hakiki mümin bulanlar deb. Yani ey müminler mümin bulanlar degenge okşap ketdi bu ayetin ma'nosi. Nima desa? Unda ikki yo'lda qolib qolmasdan Xitoyning mo chishiga tegmay, Uyg'urning mo chishiga tegmay bu şekilde inqilab qilay degan şekilde emas. Meydanimiz aniq holatda biz Xitoy bizga tajovuz qildi, bizningki vatanimizni besib oldi. Bizning ustimizga Xitoyga qarshi, ularning zulmiga qarshi jihad, ularning zulmiga qarshi harakat, ularning zulmiga qarshi har qanday bir faoliyat, ularning zulmiga qarshi har qanday bir shuar so'z, ularning zulmiga qarshi İttaqullaha mestata'tum. Allah'ın kulağınızın kilişçe Allah'a takvalık kılın degan ayetdeki Allah'ınki emirleriga qo'limizdan kilişçe emel qilib Xitoyning zulmiga qarshi qo'limizdan kilişçe buningga ana qilish qarshi turishga inshaalloh Allah bizlarni nasib qilsinki meydanimiz aniq, bayrog'imiz ro'shan bo'lsin deyman. Sizning Mirkamiljon oyog'ida bir qancha so'zlar bo'lsa, sözlerini alaylı. Ondan keyin Mücahit Kaşgarlı'nın ko'ngil sözlerini anlagandan keyin bu programını ayaqlashtirsak deyman. Emmeylengi için kalbimizden rahmetimizi eğitimiz, köp dualarının meyle ictimai taraf kıldı olsun, meyle ayrım kanıldı olsun, devamlı dua kıldı bu mücahit'e. Bu mücahit şu kırındaşlarımızın duası, yanılam şu dualarına aymasını dileyimiz, bu bizim kumal sözümüz. Allah razı olsun. Mücahit Kaşgarlı gayip olup gitti. Nem kılaydı? Mücahit Kaşgarlı sizin başı ko'ngil sözünüz bo'lsa programmani ayaqlashtiramiz. Şarkı Türkistan'daki bütün Doğu bütün karındaşlarımga selam. Güzel günler yakın. Allah razı olsun. Mücahit Kaşgarlı güzel günler bizge yaqin deydi. İnşallah Allah bizge ala inne nasrallahi qarib ayeti bilen Allah şunda degende aynı zamanda Allah'ınki yardımı yakın. İnşallah Allah bizge yardım kılsa inşallah. Nurg'un qarindoshlar Mücahit Kaşgarlı'ga özünün ko'ngil sözlerini ishkironga yozdi. Ishkironda biz bu so'zlarni hemen o'qib bo'lolmaymiz. Hozir uni o'qish uchun men qaytadan ishkironni bundoq nim qilsam bo'ladi, keyin qaytarsam bo'ladi. İnşallah Nurg'un qarindosh Allah razı olsun.
Mücahit Qashqarlıga nurg'un qarindoshlar salom qildi. Nurg'un qarindoshlar duo qildi. Nurg'un qarindoshlar ko'ngil so'zlarini yozdi. İnşallah ko'ngil so'zlari bor qarindoshlar bo'lsa, yana ekranning ostiga inkas shaklida yozsa inshaalloh Mücahit Qashqarli ve Mirkamiljon Qashqarli dadisi Mirkamiljon buni o'qiydi. O'qib qarindoshlarning destikini, jasoratini, irodasini, qo'llashini ko'rib taxmi Mücahit qarindoshimizning taxmi ilgarilashiga biz destekchi bo'lamiz qarindoshlar. Bir-birimizni desteklash masalasida, bir-birimizga rag'bat berish masalasida bek keyinda qilyapmiz. Yaxshi ishlarni Facebookda taqatmay, yomon ishlarni, behuda ishlarni, mushuk miyovlagan, itqovlagan, nada biz bilan hech aloqasi yo'q narsalar bilan Facebookimiz to'shab ketyapti qarindoshlar. Mana shunday programmalarni taqitayli, yaxshilarning programmalarini taqitayli, Mücahit Qashqarning programmalarini taqitayli. Behuda narsalarga internetimizni, vaqtimizni avar qilsa qiyomat kuni vallazina hum anil lagwi mu'ridun deb bir oyat bor. U mu'minlarning bir sifati behuda narsani taqatmaydi. Behuda narsani setib olmaydi. Behuda narsalar bilan vaqtini isrof qilmaydi. Faqat ma'noliq narsalar bilan addalu alal khayri kifa'ilihi hadisi bo'yicha yaxshilikqa vosita bo'ladi. Yaxshilikqa ko'nikishni bosadi. Yaxshilikni taqitadi. To'g'ri so'zlarni taqitadi. Ya'ni bu mu'minning sifati. Shuning uchun media sohasida qarindoshlar vaqtimiz bo'sh narsalarni, foydasi yo'q narsalarni taqitishning o'rniga yaxshi, ma'nilik narsalarni taqitaylik inshaalloh. Mücahit Qashqarli bilan Alloh xolisa yana bir qatimliq programma tashkillashga tirishimiman, chunki nurg'un farzandlarimiz bor. Mücahit Qashqarlidan o'rganishni o'ylayotgan. Masalan, mening qizim bor. Qizimni Mücahit Qashqarlidan o'rgansam, Mücahit Qashqarlidek bir odam bo'lsam deb shunday havas qiladi, shunday o'ylaydi. She'rlarni deklamatsiya qilib mashq qilishga tirishadi. Rayhon tajalli deb, Rahima tajalli deb qizim bor masalan. Uningdan boshqa nurg'un qarindoshlar deb bo'lolmaydi. Mücahit Qashqarli qiziqayotgan nurg'un farzandlarimiz bor. Masalan, shuning uchun Mücahit Qashqarli bilan paranglashishni orzu qilgan qarindoshlarimiz bor. Yana bir qatimliq programma qilishga men tirishima va bu programmada kichik do'stlarni Mücahit Qashqarli bilan uchqashtirishga tirishima inshaalloh. Va taqim yangi bir tema bilan chiqib inshaalloh bu yo'lda ota bola urug' tuqqan aka-ini o'rtaq shaklda Xitoy tajovuzchilariga qarshi, Xitoy zolimlarga qarshi, Xitoy terroristlarga qarshi, Xitoy jallodlarga qarshi, Xitoy kommunistlarga qarshi, Xitoy nim desak bularni, nim desak arziydi. Bularga qarshi baraber kurash qilamiz inshaalloh. Bolalarimiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan, aka-inlarimiz bilan inshaalloh. Alloh hammalardan rozi bo'lsin qarindoshlarim. Bugungi programmamiz mishada oyoqlasin. Ko'ngilda Mücahit Qashqarliga so'zi bor qarindoshlar ostiga yozsanglar bo'ladi. Yozsanglar Mücahit Qashqarli buni o'qiydi, hatto javob qaytardi. Shunami? Javob qaytaramsiz? Boshqalarningki Alloh emanet. Alloh emanet inshaalloh. Bo'ladi. Hammalarni Allohga topshirdik. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishishga omon bo'linglar. Mücahit Qashqarli hammalarga Alloh emanet dedi. Sizlar Allohga emanet bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mirkamiljon qarindishimdan Alloh rozi bo'lsin. Allohga emanet. Allah'a emanet. Allohga emanet. Assalomu alaykum.